Bilasizmi, o'zim bilan tanishuv qachondan boshlangan? Hayotimda hammasi bir tekis ketayotganda, aynan sinovli kunlar kelganda, menga og'riqli kunlar kelganda, men o'zi kimman, nega men bilan bunaqa narsa sodir bo'ldi degan savolimdan boshlangan. Chunki men o'zimni yaxshi tanimas ekanman. Men o'zimni atrofdagi meni tan olgan insonlar, menga xiyonat qilmagan insonlar, meni yaxshi ko'rgan insonlar, menga rahmat aytadigan insonlar orqali o'zimni tanigan bo'lgan ekanman. Va mana shu insonlarga shunchalik bog'langanmanki, bu insonlardan menga udar kelganda o'zimni yo'qotib, og'riqqa kirib, yomon bo'lib ketganman. Va aslida men o'zim emasligimni tushunib qolganman. Bu men emasman. Bu insonlar uchun yaxshi ko'rinish degan narsaga